Haqiqiy bir kino artisti qanday ruh bo'lish kerak? Haqiqiy artist qanday bo'ldi? Jalingga ayolniki Rola Guntangma degan bir semirib ketib bokschi cheni uruqlab qildigan mash kinosi ajoyib g'ulg'ul qo'zg'atyapti. Nurg'ullar degan qoyilib voy bu degan rost semirib ketgan amaliyot Eronda qilibdi. Rost uruqlabdi kino ishlashtirganda amaliy uruqlab muskul chiqirib manda qilibdi deb ketdi. Ajoyib qo'l bo'lib ketdi-ku. Endi men sizlarga buningdan 10 nas yomon. Endi mas jalingninki mushu narsalarni anglagandan keyin bu odat kishi-ku, bu artistlar bo'lish tegishlik bir normal hodisa-ku bu. Ashta shunday olqishlab ko'p ko'tarib o'tishdan bir o'rni bormi degan bunu artistni bir tunishtirib ketay. Buning nazarida bu ish faqat bir artistlar qilish tegishli ish. U 40 yillik artistlik kino rol olish jarayonida nayt kuchtingir muskul ajoyib uruqlab bir ustixon nayt qo'saq solgan yo'g'on adam muskul chiqirib oxirida hammamiz yoqtirgan shaparang polvondek bir obrazni yaratishdan iborat nurg'un obrazlarni mushundaq yaratgan artist yana to'liq 70 yil o'zgara oladigan shu ma'lum. Da buning kinosini ko'rsak, kino bir adam mash bir obraz bir adam men yaratgan demsa bir adamni biz uqmaymiz hatta tasavvur qilolmagan darajada kelayotgan. Mana bu Christian Bale. Endi bu 1974-yili Angliyaning Wales'ida tug'ilgan. 13 yosh vaqtida tunji qitimliq kinoda rol olish fursati kelgan. Ya'ni Quyosh impresi Tayandigo degan kinoda rol olgan. Shuning bilan bu obrazning kichik vaqtida yaxshi yaratganligi uchun Hollywoodning diqqatini tortib, nurg'un kinolarda shu obraz yaratgan. Endi bu 2000-yilga kelgan vaqtimizda bu tuyuqsizlar bu artist Amerikada Saranglar sanatoriyasiga kirishni talab qilgan va necha shu yerda turib chiqqan. Buning ishda o'tsanlar chunki shu vaqtimizda bu bir kinoda o'zini kemsitish tuyg'usi nayt ig'ir, yuyajang zibegan degandek mushundaq bir sarang bo'lib qolgan, o'zini kemsitadigan bu mushundaq darajadagi qo'rqadigan-chu, mushundaq bir kasal bo'lib qolgan bir obrazni yaratmoqchi. Shuning bilan bu mushundaq obraz zor qanday qildi deb rasmiy Saranglar sanatoriyasida 3 oydan ortiq turib to'liq o'zining psixikasini yo'qotib turib mandaq chiqqan. Endi bu obraz mush vaqtning o'zida bir ham qotilning obraziga. Shuning bilan bu kunda ham dahshatli muskul mashq qildi. 8 tal qo'saq muskulni chiqirdi. Ajoyib chiroyli badan chiqirdi. Biroq bu go'zal badan chiqarish faqat bir boshlanish. Nurg'ullarning nazarida bundoq badanni chiqarmasga yo'qotmaydi o'shdami? Undan keyin yana shundoq obraz yaratib turib oldi. Endi bu artist nisbatan bu faqat bir boshlanish edi. 2004-yili Mexanik nomli kinoga chiqdi. Bu bir egri uxlayanmaslik kasaliga giribdor bo'lgan bir obraz. Shuning bilan bu tamoqni eng oldindan uruqlash uchun tamoqni dahshat kontrol qildim. Kunda bir tal olma bilan bir tal savizli yeydi. Ham mushning bilan birga yana dahshatlik uruqlash mashqi ham delik muskul chiqarish emas, uruqlab badanni kichikiltish mashqi qildim. 100 kundala 25 kilo uruqlaydi mard. Bu chaqda kino atrofdagilar endi bo'ldi qil, bo'lmasa hayotingga ta'sir etadi deb qayta ogohlantirgandan keyin ma'qul bo'ladi. O'ylab baqinglar biz anglagan o'yin kirovotlar boshqa artistlarni uruqlang desa kinoga meyto ishiltili deb turib oladi. Endi Mars X'chi voy bo'ldi uruqlama datma yetib oshdi deb yozayotgan gapda. Endi buning vahshiyri yana 6 oydan keyin bir yangi kinoda rollamoqchi bo'lib 47 kilo semirdi. Yeni keyingi kinoda Shaparang polvonning obrazini yaratadigan bu mash obrazni chiqaradigan dahshatli muskul va Chaujining shunning obrazini yaratadigandan keyin bu 6 oy vaqtning ichida 47 kilo semirib dahshatli muskul qo'saq mayda muskullarni chiqaradigan chambash cho'pitdi qaranglar. Endi mushundaq muskul chiqarish qo'saq muskuli badan muskuli deb qisaq oldin qatim bir seloning yoki boshqalarning mazmunda bir qism jampa inshaalloh vaka muskul chiqarganlarni yaratmaydigan, zongli qiladigan qizlarni jalb qilish uchun ashta qiladi bu debchi. Bu muskul chiqarish emas, uruqlashningmi qanchalik tasdigini bilyapmiz adam nurg'un jubolar so'zlayotadi, uruqlayamganlar nayt ko'p. Bu erlarning mayli ayollarning bu uruqlab, erlarning bu qo'saq muskul chiqarib mayli mo'lo qilish degan tasdish ravrus irada, ravrus g'ayrat bo'lsa onun kengdan qilildigan shu. Endi bu Shaparang polvon obrazini yaratib bo'lgandan keyin keyingi kino uchun u yana 14 kilo uruqlagan. Shu chaqda hamda Oscar eng yaxshi obraz mukofotiga erishgan. Hamda uningdan keyin yana uzoq o'tmaylar bu bir muavin Zungtungning do'q qo'saq sepmaqdigan boshliqning bir obrazini yaratmoqchi bo'lgan. Shuning bilan yana qoidlardan ustiga 18 kilo samirgan. Hamda bu vaqtimizda muskul va emas. Pokatak deb qo'ydik, posimiz deb qo'ydik. Ashundaq samagan do'q qo'saq va do'q chiqirib mangdigan muavin Zungtungning obrazini yaratgan. Ham shuning bilan bu kino shoyi Oscar mukofoti degandek mukofotlarni arq-marq olgan.
Bu endi bu faqat badanlar emas. Her bir obrazi birisi-birisiga mos kelmaydi uchun, her bir obrazi birisi-birisiga nayt, jiroq ikki dunyo obrazlar. Bu yak buning mijazi, gap qilishi, yo'l menishi, harakati, psixikasi, o badan chiroy hammasi birisi-birisiga qilchi mos kelmaydi. Butunlay sen madam obrazdan yeni bir adam obraziga chiqsa degan gapda Bəktəsiş bucu. Bu yana keyin davlatimizga bu Jang Yimou Daoyanning taklif qilishi bilan davlatimizga bir kinoda bir rol olgan. Bütün artist kino gruppasilarni hayran qoldirgan bir ish bo'lgan. Bu vaqtimizda Aydirim buni ag'il chiqsa bu aeroplandan o'zi yolg'iz tushgan. O'zi yolg'iz kelgan jumla ma Amerikadan ma davlatimizga kino ishlash uchun taklif qilsa, ma degan Hollywoodning Oscar mukofoti olgan bir cho'lpan, boshqa cho'lpanlardek 5-6 tal qo'g'dug'uchisi, tarjimon, xizmatkor, jinjirin degandek bir talay odamlarni so'rab kelmagan, o'zi yolg'iz bir odam kelgan. Ham bu yerga kino gruppasiga kirgandan keyin hech qanday ortiq talab qo'ymagan, yotoq, tomoq, u bu yerda hech qanday ortiq talab qo'ymagan. Faqat mana kinoni yaxshi ishlasak, yaxshi obraz yaratsak bo'ldi. Bak bo'lsa mumkin bo'lsa bir tarjimondan bir nakib bersanglar, ma aloqamiz sal yaxshi bo'lsa degan uningdan bilak hech qanday ortiq talab qo'ymagan. Qaranglar, masalan davlatimizdagi ba'zi bir shovbay cho'lponlar oyadin ma'ulkiga mashadni osha berib qas qonda xo'p turgan ko'rbatsam ulemas. Adir vanqunlar shunami? Bu ishkirki bu dangliqlarni qo'ymaydi. Men rayonimizdagi bir qism vanqunlarni oshadin mashag bosib, voy dog'dug'liq qilib bu degan 5-6 ta odam ajoyib. Ba'zi vaqt ko'rib sizlarmay bu sarangmi, maqaqa pul urib chiqqan haqmi ras oshtaqmi deb qoldigansizlar. Ben bunu ne çıkarttım köygen. Kindemde bununki nurgun ziyaretlerim bo'lgan. Bunun qoyillik bilan nurgullar. Çünkü şu vaqtimizda bu mu en mühim üzünün tartışışının qonuniyatligi ishindığanligini maxfiyatlikka. Bu qush qamriqga bu cho'lpan. Çünkü bir qoyil o'g'ayri mashg'uldi. Pul, nam shuhrat amiz turib, yeni kitap o'qig'lamriqga. Boshqalar buningda nima uchun siz moshunda qoldi noyat siz uruqlay olaysiz, bu uruqlash noyat ta'sir tursa, shu uruq olti nima chiqdashtirgan muskul chiqara olaysiz, shaparan palvondak bu boshqalarga balkim umrda bir qatim qilalagiga qilamaydi degan vaqtimizda bu maxfiyatlik, shu kitoblarning o'ziga noyat ta'sir qilganligini har bir qatim mesela yangi obrazning boshqa nimiz kelgan vaqtimizda shunchalik orzu taxti tuzgandakchu shu obrazning rasmini chizib chaplab qo'yganligi yoki muskulluq yoki semiz yoki uruq degandek uning keyingi kunda shu odati bo'yicha tamoqi cheniqish o'bishdan shuning uchun urinlashtirib shu rasmni to'xtamay qarab shuni yetadiganligi mushundaq tariqasida bir so'zlaganimiz bor ekan. Shuning uchun bu yerga ko'pchilik bu yerga darsxonamki maxfiyatlik uning keyingi bu yerga dunyodagi eng sirliq 24 dars degan bu mazmunlarni tavsiya qilma. Qadi kitap deb yazsanglar unidarim chiqib darsxona avat birma. Mushu kitoblarning hamda men so'zlagan Uyg'urcha yashma banbansini har biringlarga amal so'zining harbiy ishlar dasturi Uyg'urdan tatib har biringlarga tavsiya qilma. Rahmat.